Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz obunachilari. Sizlar hech qachon ko'rmagan bir kamdan kam ko'rgan bir hodisa. To'y bo'lyapti, to'y. Akalar, qandaysizlar? Tinchmisizlar? Sog'lommisizlar? Ilon balg'arim xudo xolasa juftlashyapti. Oy, bildirib qo'ydimmi kelganimda. Ozuqasini beray deb kelgan edim. Shu bahona sizlar uchun ham bitta video olay deb. Tovuq jigari. Narxini qanchadan olyapsiz, necha puldan olyapsiz deganlar uchun. $3000 so'mdan olyapman akalar. 3000 so'mdan tovuq fermani o'zidan bir nima olyapman. Tovuq nimalar? Baliqlarimiz ko'payishmadimi hali? Bolalamadimi deydiganlar uchun degan savollar bo'lyapti. Yo'q hali akalar, bolalagan yo'q biz baliqlar. Jimjit. Ko'payishgan yo'q hali. Endi qo'shilishyapti. Ko'rinami ekan? Ichkarida. Xudo xolasa endi ko'payish qolsa kerak. Sizlar uchun muhim yangilik bor do'stlar. O'tgan safar video ololmadim. Bir dona balig'imiz o'libdi ekan deb oldim. Bir dona o'lmagan ekan akalar. 5 tasi o'lgan ekan. Hozir bu yerda endi ozgina o'zimizdan xato o'tgan. Kichkina joyga ko'p baliq tashab qo'yganmiz akalar. Kichkina joyga ko'p baliq tashaganmiz. Shuni hisobiga suvning sifati buzilib ketgan. O'ta ham buzilib ketgandan baliqlarimiz nobud bo'ldi. 5 tani ham asosan 90% erkagi nobud bo'lganda akalar. Erkak baliq nobud bo'lgan. Tirik qolganlar orasida ham bitta sal boshqacharoq bor. Boshqacharoq bo'lib turibdi. Inshaalloh u yaxshi bo'lib ketsa kerak. Hovuzimiz mana shunaqa akalar. Eniga 4 metr, uzunligi 30 metrdan ortiq. Shu o'zimizning ko'chat daraxtlar orasida uy sharoitida qilganmiz. To'liq ko'rsatganim yo'q-da uni. Birinchi marta ko'ryapsizlar bu hovuzda. Bu yerda ko'rinmayapti baliq. Shunaqa izlab topib beryapman ozuqasini. Tumshug'ini tagiga tashlamasangiz jigar suvning sifatini tezdan yutib qo'yadi. Ortiqcha jigar ham, ortiqcha ozuqa ham o'ziga foyda o'rniga zararga o'tib qolishi mumkin. To'sqichlarni bolalardan to'sish maqsadida qilganmiz. Hali oxiriga yetgan yo'q, setga qotirilgan yo'q endi. Imkoniyat bo'lgan yo'q to'g'rirog'i setka uchun. Boshqa xarajatlar ko'p. Bolalarga hey vaqaga o'tma deb turibmiz. Bizni baliqlar ham xudo xolasa juftlashga harakat qilishyapti.
Ya suvga betga chiqsa ko'rsataman akalar. Endi yangilik bo'lsa bir aytarli bir video olishga sababli xabar bo'lsa yana video olaman akalar. Bana boricha bir izlanishdamiz, o'rganishdamiz. O'rganganlarimizni vaqtida o'z vaqtida joyi bilan qo'yib ketishga harakat qilaman akalar. Mabodo videolarimizda to'xtalishlar uzoq vaqt bo'lib ketadigan bo'lsa xafa bo'lmaysizlar. Video qo'yishda biz unaqangi doimiy video qo'yishga to'g'risi. Buni sotishdan maqsad emas akalar. Ertaga doimiy video chiqarib, boshqa qilib odamlar jalb qilish uchun emas. Odamlar ko'rsin, o'rgansin. Qilsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Qanday issiq sovuqlari bor. Shu maqsadda videoga yuklab boryapman. To'g'ri gapni ochig'ida menga to'g'risi videoga qo'ysam ham bir, qo'ymasam ham bir. Ana hozir yana. Sekin o'raychi. Juftlashganda kulcha bo'lar ekan bular. Teshik kulchaga o'xshab bir-biriga o'ralib olar ekan. Oldu. Ma'lumot uchun akalar, ichak beraman dikkanlarga. Ichagi ham bor ekan tovuq fermadan. Ichagi 2000 so'm ekan, jigar 3000 so'm ekan. Jigar yaxshi ozuqa. Hazm bo'lish tez, oson deb o'zim nima qildim-da o'ylanib, jigar beravering aka degan maqsadda jigar oldim. Kimga qanaqa akalar? Balo ko'plar bo'lsa, ichak olgan yaxshi. Telefon o'ynab ketyapti akalar. Bitta qo'lda olyapman, o'yganda ham chap qo'lda olyapman. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Video sal sifatsiz bo'lsa. Akalar, ukalar, salomat bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Video yoqqan bo'lsa, o'zingizga kerakli ma'lumotlardan bir zarrachasini ham olgan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'ying. Izohlarda, kommentariyada sizni qiziqtirgan qanaqadir savollar bo'lsa yozib qoldiring, imkon boricha. Keyingi video qilishga, kelasi videoni chiqarishimizga sabab bo'ladi. Kimgadir mana shu ma'lumot kerak bo'lar ekan. Motivatsiya bo'ladi. Shaxsan men o'zimga yana harakat qilaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.